inson tabiatini ko'paytgili bo'lmaydi. Bugun so'zlaydigan bir tema mushu Xananniki Shuchangda mushu Pangdongla deydigan bir talla bozor bor. Bu hozir cho'lpon bo'lib ketdi-da. Bu korxona 10-11 dona dukuni bor. Mushu yerda bir yerlikdan o'sib yetilib chiqqan bir talla bozor korxonasi. Bu 1997-yil qurilgan. O'z aslidagi kichik bir do'kondan taraqqiy qilib, hozir mamlakatga dangliq bir talla bozor guruhiga aylandi. Ondan navbatdagidek mushu bozor sharoiti osti bo'layotgan, pul topmoq tez bo'layotgan, muvaffaqiyat tez bo'layotgan shundaq sharoitda mamlakatning har qaysi joylarida nurg'un korxonchilar bu Xananga berib, Pangdonglayning shirkatini ekskursiya qilib, uningdan o'rganyotdi. Lekin bir masala mamlakat bo'yicha mushu Pangdonglayni yoki mushlarning andisini ko'paytgili bo'lamdi, bo'lmamdi. Endi bugungi tema bundaq andisini ko'paytgili bo'lmaydi. Nimishqa degan chaqda Pangdonglaydan iborat mana mushtaq alayda bir shaxs, alayda sharoitdagi alayda bir odamning alayda davrda paydo bo'lgan mushundaq cho'lpon fazilati mushuni ko'paytgili bo'lmaydi. Endi bu yerda bir masala chiqadi. Korxonachilikda nimani ko'paytgili bo'ladi, nimani ko'paytgili bo'lmaydi. Ikki turkum narsa bor-da. Bir turkum narsalarni ko'paytgili bo'ladi. Masalan, fujir deymiz. Anikini meyakab do'rash degan gap. Masalan, sistema, taqsimot tuzumi, pay qurilmasi, tartib, masalan, chingshu deymiz. Mana mushundaq narsalarni tuzum, mana narsalarni ko'paytgili bo'ladi. Qandaq narsani ko'paytgili bo'lmaydiganda deganda inson tabiatini, odamning fazilatini ko'paytgili bo'lmaydi. Chunki hamma yerda odamlar har xil bo'ladi. Ham odamningmi o'sib yetilish sharoitiga asosan odamlarningki odamiylikka bo'lgan pozitsiyasi ham bizning ularga bo'lgan talabimizmi cheksiz ko'p xil bo'ladi. Buni bir qilibqa saqlab bo'lmaydi. Demak, bu yerda Pangdonglaydan iborat mushu talla bozor guruhining bir qism narsalarni o'rgangil bo'ldi, bir qism narsalarni o'rgangil bo'lmaydi yoki ko'paytgili bo'lmaydi. Masalan, nimani ko'paytgili bo'ldi deganda, uningki masalan mushu mulozimatchilar, xaridorga mulozimat qilish. Ondan mushu sistemasi, mahsulotning yangi bo'lish, yeshil bo'lish, cho'qim qaytirish tuzumi. Xaridorlar rozi bo'lmasa qaytiradi. Ondan yangi bo'lmagan, masalan, go'sht degandek, buzilib qilish ehtimoli bo'lgan mallarni har kuni shu atiga qo'ymay bir taraf qilib o'tadi. Kash 8-9 bo'lgan chaqda bahasini tushirib, hatto bekorga berib bo'lsa-mu bir taraf qilib o'tadi. Degandek, tartibga, sistemaga munosabatlik inchik tuzumlarni buni ko'paytgili bo'ldi. Fujir deymiz-da. Doktor To'lqin Qodir muallimning yillik korxonchilar klubini tushunmoqchi bo'lsangiz, tuvandagi undidor bilan aloqalashing. Lekin Pangdonglaydan iborat mushu odamni ko'paytgili bo'lmaydi. Chunki Pangdonglayning eng cho'ng aloyidligi, uning jalbkorligi, uning fazilati. Mushu boshqalar uchun, mushu foydani asos qilmay, xizmatchi xodimlar uchun, xaridor uchun o'zini taqdim qiladigan, mushundaq keng qo'lsaq fazilati bu odamiylikka, inson tabiatiga yetadi. Buni ko'paytgili bo'lmaydi. Masalan, Pangdonglayning shirkatida 95% foydani berib o'tadi. Mush o'tir qatlamdagi ham xizmatchi xodimlarga 95% foydani berib o'tadi. Endi mushu narsani biz barliq korxonchilardan talab qila olamizmi, qila olmaymizmi? Buni talab qila olmaydi. Chunki korxonaning o'zi nurg'unlagan issiqxonaning ichidan bir bo'sib chiqadigan bir narsa. Bu yerda qiyinchilik nihoyatda ko'p. Odamning tabiatining murakkabligi bor. Ham shu odam turgan muhitning, davrning murakkabligi bor. Mana mushundaq nurg'unlagan murakkab omillarning ichidan, masalan, Pangdonglayga o'xshash, sen foydani asos qilma, foydangning ko'p qismini xizmatchiga berib deb talabni qo'yg'ili bo'lmaydi. Bu yilqi inson tabiatining yaxshi yomonlik masalasi emas. Har bir odamning sharoiti o'xshamaydi. Har bir korxonaninki turgan muhiti, turgan davri o'xshashmaydi. Ammo buni tashviq qilishga bo'ldi. Korxona madaniyatiga aylantirishga bo'ladi. Uni ulgu qilishga bo'ldi. Pangdonglayning o'zi deganimi shu. Biz korxona emas, biz foydaldigan emas, biz boshqalarga ulgu bo'lmoqchi deydi. Bangyang deydi-da. Shunga bundaq masalalarga biz tahlil qilgan vaqtida ko'chagili bo'ladigan narsalar bor. Ko'chagili bo'lmaydigan, ammo tashviq qilib bo'ladigan, ta'sir qilib bo'ladigan,
ulguga aylandig'ili bo'ldigan, korxona madaniyatiga aylandig'ili bo'ldigan mandaq ishlar bor. Buning ichida shu inson tabiati, insonning samimiyati, oq ko'ngilligi, mehr muhabbati deganni ta'sir qilamiz, ammo uni ko'paytirib bo'lmaydi.